Nima uchun ba'zi bizneslar juda tez rivojlanadi, boshqalari esa xuddi shu tezlikda bankrotga uchraydi? Nega ba'zi tadbirkorlar operatsion ishlardan chiqib sayohat yuradi va ularning biznesi shu darajada rivojlanadi, boshqalari esa 24/7 ishlashga majbur. Bitta olmani ikkita qilish, ikkitani esa to'rtta qilish sxemasida birinchi olmaga pul qayerdan olinadi? Muvaffaqiyatli tadbirkorlar qanday fikrlaydi? Ular qanday hayot kechiradi? Qaysi to'g'ri qarorlar ularni hozirgi holatgacha olib kelgan? Mansurov vlogning bugungi sonida Profi Kids, Profi School, Profi University, Profi Education va juda ko'plab loyihalar asoschisi Bektosh Hatamovdan ushbu savollarga javob olamiz. Bu mingta talaba taxminan 1,5 mingdan. Hozir endi so'ramoqchiman, qanday xarajati qancha, qancha pul qoladi bundan 1 yilda degan. Studentga chiller sistema nima kerak? Men ko'pchilik davlat universitetlarini bilaman. Hali ham dasturlar o'zgarmagan. 10 mingta talaba o'qiydi dedilar, 10 mingga yaqin yoki 10 mingdan ko'proq. Qaysi kanallar orqali jalb qilasizlar mijozlarni? O'sha direct marketingdan foydalanib o'sha narsani qilganmiz. Mikro menejment bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, mikro menejmentning ichida qolib ketaverasiz va strategik qarorlar, rivojlanishga ta'sir qiladigan qarorlar siz qabul qila olmaysiz. 15-yilda kirganman yuridik universitetga. O'qituvchilar ham, boshqalar ham turib, meni o'zimga ham gapirib tashaveradi-da. Kim o'qishga kira olmagan bo'lsa, Profi Education'da o'qing deb biznesmenlardan kirib olamiz. Shunaqa taklif sizga. Assalomu alaykum, Bektosh aka. Birinchidan rahmat kattakon, rozi bo'lganingiz uchun. Qisqacha Bektosh Hatamov kim degan savolga javob bera olasizmi? Men oddiy tadbirkorman. Turli sohalarda biznes qilaman, lekin asosan xizmat ko'rsatish. Bu Profi School, Profi Education, Profi University, bog'chadan boshlab maktab, universitet, shunaqa ta'lim klasterini asoschisiman va undan tashqari turizm biznesi bilan shug'ullanaman. Unitur kompaniyasini ham asoschisiman. Umuman olganda xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorman. Huquqshunossiz, huquqshunos odam, galstukda, kostyum-shimda, anaqa yaltiroq tuflilarda yurish kerak bo'lgan odam biznesda nima qilib yuribdi? Qayerdan kelib qoldingiz biznesga? Yo'q, huquqshunos bo'lishimdan oldin biznesda edimda. 2008-yilda boshlaganmiz. Kichkinagina bir o'quv markazidan boshlaganmiz. 2015-yilda kirganman yuridik universitetga. 30 yoshimda kirib, 34 yoshimda bitirganmizda. Sizning muvaffaqiyatli biznesingiz bor, pul olib keladi. Nimaga kerak edi huquqshunoslik yo'nalishi sizga? Shunaqa gap borda. Men qonunni buzmayman, lekin agar qonun ruxsat bersa, o'sha joydan foydalanaman degan joyi borda. Qonuniy tadbirkor bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shunaqa yo'lini qilishingiz kerakki, birinchidan qonunni bilishingiz kerak o'zi. Ya'ni biznes aqlingiz bilan qonuniy aqlingiz o'zaro bir-biriga mos keladigan bo'lsa, qonunda shunaqa lajeykalar borki, o'sha lajeykalardan foydalanib pul qilish mumkin-da. Ya'ni ikkita sohani bir-biriga qo'shilishi orqali sizda yana ham ko'proq pul qilish imkoniyati bor. Masalan, men universitetda o'qiganimda, Toshkent davlat universitetida o'qiganimda, o'sha paytda juda ham ko'p, hozir ham bu usuldan ko'pchilik foydalanishadi. Ya'ni o'quv markazi o'zaro YTT, ya'ni yakka tadbirkor bilan shartnoma tuzadi-da, o'qituvchini ishga oladi. O'qituvchini yakka tadbirkor sifatida ishga oladi va bu aslida qonuniy. Ya'ni lekin agar o'qituvchini to'g'ridan to'g'ri ishga oladigan bo'lsa, soliqlar ko'payib ketadi. Ijtimoiy soliq, daromad solig'i, bu boshqa soliqlar ham ko'payib ketadi. Lekin YTT bilan qilingan shartnomada bu narsa mumkin. Men o'sha narsani birinchilardan bo'lib qilganman. O'sha paytlarda-da, endi hozir biz o'quv markazi anaqasidan chiqib ketdik-ku, ya'ni kichkina biznes emas-u, katta biznesga o'tib ketdik-ku, shuni hisobiga bu narsani bilmasangiz, shu narsa xayolingizga kelmaydi. Ya'ni qayerda foydalanish mumkinligini bilishingiz kerak-da. Ko'proq foyda olish uchun siz huquqshunoslikni o'rgandim desangiz bo'ladi. Ya'ni huquqshunoslikni o'rgandingiz, gapingiz bo'ldim. Va qaysidir paytni eslayman, siz marketingdan dars berdingiz. Albatta. Ya'ni marketingni ham demak qayerdadir o'rgandingiz? Albatta, Londonda o'qiganmiz. Londonda o'rganganman, lekin marketing o'zi aslida bor-ku, nimajon, bu bizneslarni hammasini tagida marketing yotibdi. Biza qilgan barcha narsamizni tagida faqatgina marketing yotibdi. Hozir siz aytgan o'sha Profi Education'ni ham qilishimizda prosta direct marketing yotibdi-da. O'sha direct marketingdan foydalanib o'sha narsani qilganmiz. Tochishni kelardi, meni esimda, prям odamlarning uyigacha kelardi. Kim o'qishga kira olmagan bo'lsa, Profi Education'da o'qing deb. Bu o'sha direct marketing. Ya'ni biz prosta o'sha qayerda yo'lini borligini qidirib topganmiz.
Hozir ham mana turgan joyimiz Vodnik dahasidamiz. Mana Bektemirda bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi va men o'zi Toshkentga kelganimdan beri agar 2022-yilda bu joyni sotib olganmiz, oldin prokuratura bo'lganda 2002-yilda kelganman Toshkentga va 2022-yilgacha shu Vodnik dahasidan bir 2 marta o'tgan bo'lsam kerak. Umuman o'tmaganman-da bu joylardan. Lekin mana shu joyga ham 10 mingta talabani yig'ishni yo'lini qilganmiz. Marketing sabab. Marketing sabab. Zo'r. Bu ham marketing sabab, o'sha uchun biznesni bu qon tomiri marketingda. Ya'ni biznes boshlamoqchi bo'lgan odam birinchi o'rinda desa bo'ladi, marketingni o'rganish kerak. Marketingni o'rganish ham kerak, yana qo'shimcha qilib aytaman. Marketingni pulsga o'xshab ushlab turish kerak. Ya'ni o'zini qo'lida doimiy ravishda, ya'ni barcha narsadan chiqib ketish mumkin. Lekin marketingni pulsini qo'yib yubormaslik kerak. Birinchi savol, necha pul ketdi bu joyni qurishga? Hozir turgan joyimiz bu eski Bektemir tuman prokuraturasi, oldin prokuratura bo'lgan. Bu biz prokuraturani sotib olganmiz. 120 gektar joy bu yoqda va naryoqda ham yana katta joylari bor. Hozircha 10 million dollardan oshiqroq pul ketgan. 10 million dollardan ortiq mablag' ketdi va hozirda 10 mingta talaba o'qiydi. Ha, 10 mingta talaba. Bu haqida ham batafsil hozir gaplashamiz. Bir kirib ichkarilarni ko'rsak bo'ladimi, menimcha? Ketdik. Sizni mashinangiz adashmasam? Ha, mana. Hozir aytdingiz, ya'ni o'sha Vodnik tarafda, Bektemirda juda uzoq. O'zi qanaqa reja qilasiz joyini? Agar universitet ochmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, joy borgan sari anaqadan chiqib ketish kerak. Shahardan chiqib ketish kerak. Buni sababi bor-da. Mana masalan, hozir 20 yil oldingi talaba bilan hozirgi talabani o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Talabalarning ko'pchilik qismi mashina olish haqida faqat orzusi bo'lganda. Hozir mana ko'rib turibsiz, mana bu tepada tashqaridagi mashinalarni deyarli barchasi talabalarga tegishli. Agar shahardan ochadigan bo'lsangiz, juda katta maydon faqatgina parkovkaga ajratishga to'g'ri keladi. Bu shahar markazida, shaharda qiyinroq masalada. Bu bir. Ikkinchidan, shahar kengayishni boshladi. Yangi Toshkent, mana anaqa yangi O'zbekistonga qarab ketdik. Mana Akfa ham agar ko'rsangiz, shahardan tashqarida. Bular hammasi strategik anaqa. Agar hozir siz shaharda qanaqadir katta investitsiya qiladigan bo'lsangiz, 10 yildan keyin sizni joyingizga odam bormay qo'yadi o'sha. Chunki birinchi o'ylaydigan narsa, borsam mashinamni qayerga qo'yaman? Probkada, anaqa tirbandlik va mana shu narsalar strategik qaror qabul qilishga majbur qiladi. Buni o'ylashingiz kerak-da. Ya'ni chunki siz mijozni o'ylashingiz kerak. O'quv markazi bo'ladigan bo'lsa, bu endi boshqa anaqa kategoriya. O'quv markaziga keladiganlar bular asosan maktab o'quvchilari bo'lgani uchun ularga ko'proq metroga yaqin joy, anaqaga avtobus bilan kelsa bo'ladigan joy. keladigan joy. O'sha narsalar. Yoki mana tur firmamiz bizaniki shahar markazida joylashganda. U yoqqa shahar markaziga joylashtirishimiz sababi sayohat qiluvchilarga oson bo'lsin. Ular keldi, mashinasini qayerga qo'yadi. Agar mashina qo'yishga udobstvo, ya'ni o'sha qulaylik bo'lmaydigan bo'lsa, o'z-o'zidan bunda ham klient yo'qotasiz-da. O'sha klientni yo'qotmasligingiz uchun har tomonlama o'ylashingiz kerak. Necha pul turadi 1 yillik ta'lim olish bu yoqda? 1 yillik ta'lim o'rtacha hisobda 2000 dollar atrofida, 1,5-2000 dollar atrofida. Bu fakultetiga qarab. Qanaqa fakultetlar bor hozir? Hozir bizda yaqinda mana ochilgan fakultetlarimizdan bu stomatologiya, davolash ishi, psixologiya, pedagogika, ingliz tili, rus tili, keyin bank ishi, moliya, accounting, shunga o'xshagan nima bor. Ya'ni hozir bizda 14 dan ortiq fakultet bor. Toshkent shahrida ikkita joydamiz. O'sha universitetni filiali Navoiyda ham bor, Navoiy shahrida. Va xususiy maktabingiz ham bor? Ha, xususiy maktab ham bor. Hammasi bir xil nomlanishi bu o'zingizning qanaqadir strategiyangizmi? Yo'q, bu prosta anaqa. Shunday bo'lib qolgan, ya'ni Profi Educationdan kelib chiqqan. Biz Profi Education qilganmiz va Profi Education qilganimizdan keyin Profi Schoolga o'tganmiz. Keyin Profi Kids qilib bolalar bog'chasi qilganmiz va Profi University bo'lib ketgan. Lekin aslida bu narsani anaqasida o'zi bizani oliy maqsadimiz yotibdi-da. Bizning oliy maqsadimiz shu professional kadr tayyorlashda. Professional kadr bo'lishi uchun harakat qilamiz. Har tomonlama bitirdi-yu zo'r kadr bo'lsin. Xususiy universitetlar juda ko'payib ketdi, oxirgi ayniqsa 2 yil, 3 yilda. Ko'chadan o'tib ketayotganda ham ushlab student qilib qo'yishyapti. Nimani hisobiga? Masalan,
o'zbekmiz va biza kimnidir pulini hisoblashni yaxshi ko'ramiz. Men hozir miyamda уже hisobladim. 10 mingta talaba, taxminan 1,5 mingdan. Hozir endi so'ramoqchiman, qanday xarajati qancha, qancha pul qoladi bundan 1 yilda degan. Universitet ochish u juda ham juda qiyin protsess emas o'zi aslida. Ya'ni pulingiz bo'lsa, binoyingiz bo'lsa, ochib yuboraverasiz. Lekin universitetni yurg'izish bu juda ham qiyin masala, chunki universitetda sizda talablar bor. Ya'ni o'qituvchiga qo'yiladigan talablar bu professorlar sostavi bo'lishi kerak. O'quv markazida ishlaganingizda siz studentni ham olib kelib o'qitishingiz mumkin-da. Bu yoqda unaqa emas. Ya'ni bu yoqda O'zini talablari bor. O'zini talablari bor. Bu 70% o'qituvchingiz bu PhD bo'lishi kerak. Bunga talablar bor va bu odamlarni olib kelishni o'zi qiyin. Ya'ni bu yoqda endi siz professorlar, olimlar bilan ishlashingiz kerak-da. Ular olimlar shunday insonlarki, ular issiq joyini Tashlab ketmaydi. tashlab ketadigan insonlar emasda, ya'ni ko'proq pul bersang bu yoqqa o'tib ketadigan insonlar emasda. Ular uchun ko'p narsalar qilib berishingiz kerak. Ideologiya uchun ham keladigan insonlar-da, sizni missiyangiz ularga qiziq bo'lishi kerak. Siz qilayotgan ishlar ularga qiziq bo'lishi kerak. Siz yangi universitet ochdingiz, men 40 million beraman desangiz, shartda yugurib kelib sizda ishlab ketmaydi-da. Bu boshqa narsa. Bu yoqda siz doimiy ravishda Investitsiya qilib investitsiya qilib turishingiz kerak. Ya'ni nimaga investitsiya? Bu yaxshi o'qituvchiga. Ikkinchi navbatda siz bugun o'qitayotgan dasturni yana ham yangilashingiz kerak. Siz mehnat bozoriga professional kadr tayyorlamoqchi bo'lsangiz, doimiy ravishda dastur yangilanishi kerak. Yangi texnologiyalarni olib kelishingiz kerak. Bola zerikib qoladi-da, talaba zerikib qoladi. Zerikib qolmasligini oldini olish uchun yana yangi texnologiya yaratish kerak. Bugun shu ishni qildim va ertaga shuncha pul topaman deyish bu sohada sal qiyinroqda. Prognoz ham qila olmaysiz. Masalan, qaysidir biznesni boshlashdan oldin uni jamiyatga keltiradigan foydasini o'ylaysizmi yoki taxminan qancha bundan pul topishim mumkin degan unaqa? Monetizatsiya o'ylanadi, keyin motivatsiya keladi-da. Ya'ni agar nima uchun tushuntirib beraman, biznes qilyapsiz, undan qancha foyda topa olishingizni hech bo'lmaganda taxminiy holatda ko'rmasangiz, siz boyagi pul tugab qolganda motivatsiya tugab qoladi-da. Ideologiya hammasi tugaydi. Ya'ni birinchi iqtisod kelish kerak-da. Birinchi navbatda siz motivatsiyani nimadan olasiz? Monetizatsiya, siz qilayotgan ish qandaydir foyda olib kelish kerak. Bu birinchi navbatda o'zingizga, keyin qolganlarga. Shu monetizatsiya o'ladigan bo'lsa, motivatsiya ham ketib qoladi. Tushundingizmi? O'sha uchun monetizatsiyani kelish chizig'ini bitta o'ylab olish kerak oldin. Aynan qayerdan keladi? 2014-yilgacha o'zim dars ham berar edim. O'qituvchi yetishmaganligini hisobiga ingliz tilidan, ona tilidan o'zim ham dars berganman-da. 2014-yilda shunaqa voqea bo'ldiki, bizani o'sha paytda maska shou qilib yopishdi. Juda ko'plab o'quv markazlari yopildi. 1-oktyabr kuni dars boshlanardi bizada. 30-sentyabr kuni qabulning oxirgi kuni. Shu 1-oktyabrdan o'sha boshlanish kerak. Va juda ham ko'plab viloyatlardan talabalar aynan 30-sentyabr kuni kelishardi. To'lov qilishardi-da. Masalan, men o'sha paytlar eslayman, 20-sentyabrdan boshlab 30-sentyabrgacha taxminan bir 20 ta odam faqat pul sanash bilan band bo'lardi. Ya'ni u paytlarda kartochka orqali to'lovlar ham uncha rivojlanmagan edi-da. Yana biza 1 yillik pulni oldindan olardik. 1 yillik pulni oldindan olardik-da. O'quv markazini oldida turnaqator navbatda pul to'lashga. Ya'ni bizni ertalabdan kechgacha pul faqat pul sanardik. Va bizani maska shou qilishganda o'sha paytda 1 milliard 400 million pul, bu bir kunlik vyruchka bo'lgan. 300 ming dollarga yaqin dollarda ham anaqa qilishganda. Va o'shanda bizani yopishgan, prokuraturaga olib borishdi. Endi bizani qamab qo'yishmadi-yu. Soliqdan qochish bilan ayblashmoqchi edi. Lekin o'sha paytda litsenziyamiz bor edi o'quv markaziga. O'quv markazlari esa soliqdan ozod qilingan. Ya'ni siz litsenziyangiz bo'lib turib, soliqdan ozod bo'lsangiz, sizni soliqdan qochish aybi bilan jinoyat qilib bo'lmaydi-da. Ya'ni siz faqatgina savdo qoidalarini buzganlikda ayblanasiz. Bu esa ma'muriy javobgarlik bo'lib ketganda. O'sha paytda litsenziyam bo'lmaganda va litsenziyasiz faoliyat yuritganimda bu soliqdan qochish bo'lar edi va men qamalar edim. O'sha paytda maska shou bo'lganda, o'sha oper aytganda, o'quv markazida shuncha pul bor bo'ladimi deganda, ya'ni u hali
o'quv markazida qanchalar pul ishlash mumkinligini tushunib ham yetmaganda. Restoranni yopib yurishgan, iPhone sotadigan magazinlarni yopishganda ham buncha pul bo'lmaganda. Ya'ni o'sha paytlarda ham odamlarda ta'limga ehtiyoj juda kuchli bo'lgan. Operatsion biznesdan 2015-yilda chiqishni boshladingiz. Ko'pchilik tadbirkorlarda muammo, ular operatsion biznesdan chiqib keta olmaydi. Doimiy nimadir muammo. Operatsion biznesga kelishi bilan hammasi yaxshi, hammasi joyida, chiqish bilan yana muammolar paydo bo'ladi. Qanaqa to'g'ri qadamlarni qo'ydingizki, siz operatsion boshqaruvdan chiqib ketdingiz? Birinchi o'ylagan narsam, mansiz biznes bo'lmaydi deb o'ylardim-da. Men bo'lganimda men bunaqa tushuntirardim yoki men bo'lganimda bunaqa qilar edim deb o'ylayman-da va bu xato. Ya'ni agar sizni ishingizni qila oladigan odam 50% ga sizga o'xshayib qilsa ham bo'ldi, yetarli mana shu. Topshirsa bo'ladi. Bir xillar o'ylaydiki, ana вообще mukammal bo'lsin, keyin chiqaman deb o'ylaydi-da. Unaqa davr kelmaydi. Biznesdan chiqishni nimaga aytamanki, biznes egasi biznesdan chiqishi kerakligini ko'proq strategik bo'lish kerak-da u. Qarorlarni qabul qiladigan odam bo'lish kerak-da. Agar siz mikromenejment bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, mikromenejmentning ichida qolib ketaverasiz va strategik qarorlar, rivojlanishga ta'sir qiladigan qarorlar siz qabul qila olmaysiz. Xuddi shunaqa men taksistlar haqida ham aytaman mana. Men o'zim taksistlik ham qilib ko'rganman-da. Juda ko'pchilik taksist odamlarni bilaman. Mayda bo'lib qolishganda 1000 so'm, 2000 so'm, 3000 so'mga tortishib o'tiradigan odamlar bo'lib qolishganda, chunki ularning hayoti shunaqada. 15 ming berasan desa, 10 ming beraman desa, 10 ming emas, 12 ming, ya'ni tortishib. Ya'ni miya mana shu mikromenejmentga moslashadi. Siz strategik qarorlarni qabul qila olmaganingizda biznes rivojlanmay turadi-da. Kimdir to'xtatib qo'yadi bu biznesni. Juda ko'pchilik mana shu joyida aniq qiladi. Birinchisi bu mukammallikni qidiradi. Ikkinchisi xato qilsa bo'ldi, sen ishdan bo'shading deydi. Unda odam siz chiqa olmaysiz. Doimiy shunday yuraverishingiz kerak. Xato qilishiga demak imkoniyat berish kerak. Ha. Xo'p, nazorati qanaqa bo'ladi? Ya'ni siz uni doimiy nazoratni har kuni nazorat qilib turasizmi, har oy nazorat qilib turasizmi yoki qaysidir показательlar bor, raqamlar bor deylik, siz kuzatib turadigan va qayerdadir yordam berasiz. Qarang, biznes egasi o'zi chiqqandan keyin biznesga birinchi navbatda biznesga talablar qo'ya olish kerak. Ya'ni biznesni kimga qoldirgan bu? Deylik, men biznesimni qoldirdim. Men keyingi yilga masalan 5 million dollar daromad ko'rishim kerak. Seni vazifang shu. Mana 5 million dollar daromad ko'rishing uchun senga nimalar kerak? Kadrlar kerak bo'lsa, kadrlar olib beraman, texnikang kerak bo'lsa, texnika olib beraman, boshqa sharoitni qilib beraman. Talabga yarasha sharoit yaratib berishingiz kerak-da. Tushundingizmi? Ana talabni qilyapsiz-ku, lekin pul bermayapsiz. U ham bo'lmaydi. Xo'p, o'zingiz haqingizda ozgina gaplashsak, qarshi bo'lmasangiz. Kuningiz nechida boshlanadi? Kunim ertalab boshlanadi, shu где-то 7 larda turaman va sport bilan boshlanadi. Keyin biznesning ishlari yoki qanaqa? Yo'q, nima yo'q. Mana shu ishim yo'qligida nima ish qilishni topish bilan o'tadi. Tushuntirolmayman. Orzudagi hayot. Yo'q, shu boraman, o'rtoqlarim bor, yaqinroq o'rtog'im bor, u ham quruvchi. O'z-o'zidan obed qilamiz. Endi nima qilamiz degan savol qiynaydi-da. Men agar masalan bu yoqqa keladigan bo'lsam yoki maktabga boradigan bo'lsam, men bularga xalaqit beraman. Ya'ni o'zi ishlab turgan mexanizmni men nimadir qo'shmoqchi bo'laman, nimadir anaqa qilmoqchi bo'laman. Yangi fikr bilan kelasiz yo'lda. Yangi fikr bilan kelaman-da, sovetga fikr beraman. Men shuni qilaylik deyman-da va sovet tormozni tortib turadi. Tadbirkorlikda bitta narsa bor, ana oyog'ingizdan ipni tortib turadigan odam kerak-da. Direktorlar kengashi, masalan, meni ham hamma qilinishi kerak bo'lgan ishlarimiz o'tmaydi ko'pchiligi. Chunki sovet ruxsat bermaydi yoki moliya ruxsat bermaydi. Ularda shunaqa imkoniyat bor demak. Ha, bor. Yo'q desa, demak yo'q bo'ladi. Boshqaruvda demak diktatordan ko'ra ko'proq demokratsiz. Giperliberalman desam ham bo'ladi. Men juda ham ochiqlikni yaxshi ko'raman. O'sha uchun xodimlar ham, o'qituvchilar ham, boshqalar ham turib meni o'zimga ham gapirib tashlayveradi-da. Qanaqa xulosa chiqarishimiz mumkin? Ya'ni siz har bir qadamingizni, hozirgacha qilgan hamma ishlaringizni oxirini o'ylaysiz va asosan biznesni o'ylaysiz. Birinchi o'rinda mijoz. Inglizlarda bor-ku, client oriented. Masalan, klient mijoz atrofida barcha narsa quriladi-da. Mana masalan hozir shu yerda o'tiribmiz-ku. Mana shu narsani ham dizayni mijoz bilan qilingan.
Ya'ni o'tirib ko'r, qanaqa senga udobni emasmi? Nima qilish kerak? Mana bu yoqda nima bo'lish kerak? Masalan, mana bu yoqda kofe bo'lish kerak deb o'zimiz o'ylaganmiz. Lekin klientga bu yoqqa kofe qo'yganimiz klientga yoqmadi. Klient aytayapti, anaqa konstavar qo'yib beringlar deb. Agar shu oxirgi mijoz bilan ishlamaydigan bo'lsak, mijozni qo'lida qamchi turibdi-da. U bizni jazolaydi, savalaydi. Xususiy universitetlar bo'lmagan paytda davlat universitetlari yakka hukmron edi-da. Mana shu 2018-yillargacha reklama qilgan davlat universitetini bilmayman o'zim. 2018-2019ni ham demaylik, 2020-yillardan boshlab davlat universitetlari ham reklama qilishni boshladi. Chunki talab yo'q edi. Chunki bunga kelayotgan abituriyentlarda boshqa tanlov yo'q edi. Ya'ni 5%, ya'ni 1 millionta anaqadan 5%, 10% o'qishga kiradi. Hamma o'zi topib keladi. Hamma o'zi topib, o'zi hech qanaqa marketing yo'q. Anaqa boshqacha degan. O'sha lekin hozir siz mijoz uchun kurashishga to'g'ri keladi-da. Hozir qanchalik to'g'ri qilishyapti masalan davlat universitetlari? Aynan xabarim yo'q, lekin masalan juda ham ko'pchilik davlat universitetlarini bilaman. Hali ham dasturlar o'zgarmagan. Men masalan jahon tillarida o'qigan bo'lsam, men o'tgan dasturlar hali hamon bor. 20 yil bo'lyapti-da endi anaqa bitirganimga universitetni. Ertami, kechmi bozor buni talab qiladi va ular ham harakat qilishni boshlaydi. Ularning qo'rquvi nimada? Talaba yig'ilmaydi-ku. Davlat uni statistikasini ko'radi-ku. Yopilib ketishi mumkin. Yopilib ketdi degani bu rektordan boshlab barcha yana ishsiz qoldi deganida. O'sha uchun ular kech bo'lsa-da marketingni boshlashyapti. Birinchi nimadan boshlaysiz? Ya'ni yangi biznes boshlamoqchisiz? Birinchi maqsadli auditoriyani aniqlashdir. Maktab ochayotganimizda birinchi navbatda kimni o'qitamiz, maqsadli auditoriyani tanlaganmizda va keyin ikkinchi savol qo'yganmiz, shu maktabda o'zimni bolam o'qitsam bo'larmidi yoki yo'qmidi degan savolni qo'ygan. Barcha top menejmentni bolalari, o'zimiz menejerlarning bolalari hammasi o'zimizni maktabda o'qiydi-da. Nima uchun o'qiydi? Chunki agar o'zing qilayotgan mahsulotga o'zing ishonmaydigan bo'lsang, demakki kimnidir ishontirish bunga safsataga o'xshab qoladi. Aldashga to'g'ri keladi. Zo'r maktab qilganman deysiz-u, o'zingizni bolangiz boshqa maktabga borib tursa, demakki o'zingiz qilgan mahsulotga hali o'zingiz ham ishonmayapsiz deganida. Lekin yana bitta joy bor. Ya'ni bizning tadbirkorlarda ko'proq o'zini mahsulotini haddan tashqari sevish deylik. Ya'ni nimadir yaratishadi yoki qaysidir biznesni ochishadi va juda ham yaxshi ko'rishadi u biznesini. Men juda ham oson bizneslar bilan xayrlashaman-da. Ya'ni nimadir biznesim o'xshamay qoladigan bo'lsa, uni ushlab ham o'tirmayman. Tezgina yopib qo'ya qolaman yoki sotib yuboraman yoki boshqa qilaman. Bu mentalitet. Ya'ni biz o'zbeklar bolajon xalqimizda biznesni ham bolaga o'xshatamiz. Bu men o'zim tug'dim, o'zim katta qilyapman va bu umuman nuqsonsiz deb o'ylaymiz-da. Lekin aslida unaqa emas. Ya'ni biznesni kerak paytda uchirma qilishingiz kerak. Kerak paytda qo'yib yuborishingiz kerak-da. Bizni o'zbeklar 18 ga kirsa ham, 30 ga kirsa ham qo'yib yubormay o'tiraveradi. Ozodlikni bergisi kelmaydi-da. Chunki undan yaxshiroq uni tushunadigan odam yo'q deb o'ylaydi-da. Xohlagan mana biznesmen ertami kechmi biznesdan chiqadi. Yo o'zi chiqadi, yoki uni chiqarib yuborishadi. Yoki tabiat chiqaradi. Ya'ni u o'ladi. Inson o'zi tushunib yetishi kerak. U biznesni faqatgina ushlab tura olmaydi, mana qo'lida har tomonlama himoya qilib-da. To'g'ri, uni ma'lum bir huquqiy himoyalarni qilib qo'yish kerak-ku, lekin biznesga boladay qarash kerak emas. Biznes bola emas, uni sotsa bo'ladi. Uni sotsa bo'ladi, undan foydalansa bo'ladi, undan foydalanish kerak. Lekin men biznesni ko'proq jamoa sifatida ko'rish kerak deb o'ylayman. Futbol jamoasini olaylik. Mingsiz Cristiano Ronaldo bo'ling, Messi bo'ling, zo'r bo'ling, lekin vaqtingiz kelsa sizni ham sotishadi, siz ham chetga chiqasiz. Ya'ni shu narsani tushunishimiz kerak-da. Jamoa bo'lib shakllanishi kerak. U vaqti kelganligini, kimdir vaqti kelganligini tushunish kerak o'zi birinchidan. Ikkinchidan, uni vaqti kelib chiqarib yuboradigan bo'lsa, demakki bu biznesning rivoji uchun men bu yoqda qola olmayman deb tushunish kerak. Birinchi millioningizni qachon ishlab topgansiz? Necha yoshda? 2009da adashmasam, 2009-yil bo'ladigan bo'lsa, necha yoshda siz? 24 yoshda birinchi $1 million ishlab topgansiz. Da. Nima majbur qiladi siz multimillionersiz hozir? Nima majbur qiladi ertalab sizni turib
nimadirga yana harakat qilib ruhiyat. Bu tadbirkorlik ruhiyati. Ya'ni o'zi dunyodagi barcha narsalar faqatgina tadbirkorlar ruhiyati bilan yaratilganda, ya'ni dunyoda birorta ham narsa yo'qki, tadbirkorsiz yaratilgan narsada. Oddiy misol masalan penitsillinni oladigan bo'lsangiz yoki eng katta ixtirolarni oladigan bo'lsangiz, bu ixtirolarni qilgan odamlar boshqa, lekin ularni dunyoga chiqarib sota oladigan odamlar boshqada. Hatto masalan davlat rahbarlarining ham ruhiyatida tadbirkorlik borda, yaratuvchanlik. Mana shu ruhiyat sizni o'zi energiya manbaingiz hisoblanadi-da. Ko'pchilik aytadi, ana vaqt bu resurs deydi, pul bu resurs deydi. Men uchun energiya resursda. Agar siz mana shu energiyani to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, boshqa resurslarni sug'urib oladi. hayotdan maqsad qolmaydi, yashashdan maqsad qolmaydi. Vaqtingiz o'tganini ham bilmaysiz, boshqa qilganini ham bilmaysiz. Bo'sh vaqtingiz qolishi tadbirkor uchun juda yomonda. Men boya aytdim-ku, obeddan keyin nima ish qilishimni o'zimga o'zim o'ylab topishim kerak. Tepada hech qanaqa rahbaringiz yo'q, sizga aytib turadigan. Pastdagilar sizga ayta olmaydi. Xalaqit berasiz kelsangiz. Xalaqit beraman. Demakki, mana o'zingiz nimadir yaratishingiz kerak. O'sha yaratmasangiz ruhiyat o'ladi-da. O'zim narsa yarataman deganingizga esimga tushdi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy brendingizni yuritishni boshladingiz, ya'ni shaxsiy brendingizni qurishni boshladingiz deylik. Bu ham o'sha narsadan kelib chiqqanmi? Ya'ni nimadir qilishim kerak, nimadir hayotimda yangilik qilishim kerak. Albatta, ya'ni yozuv, boshqa, bular hammasi shu nimadir yaratish. Universitetda turizm fakulteti ochildi. Men o'ylayman, masalan, men o'zi sayohat qilishga juda ham qiziqaman. Turizm fakultetini dasturini shunaqa qilinglarki deyapman. 1 yil o'qisin, 1 yil praktika qilsin, yana 1 yil o'qisin, yana 1 yil praktika qilsin. Endi ularni praktika qilishi uchun ularni o'qityapmizda, Unitur degan loyiha qilganmiz. Tur agentstvo ochib berganmiz-da. Ya'ni shu joyda bolalar laboratoriya, ya'ni ishlab ko'rishi mumkin. Ishlab ko'radi, olgan bilimlarini qo'llaydi, ham tur sotadi, ham pul ishlaydi. Pul ishlaydi. Kompaniyaga ham daromad keltiradi. O'z-o'zidan bu yana bitta yangi loyiha bo'lib qoldi-da. Ya'ni hozir foyda keltiradigan loyiha. 3 oyning ichida foyda keltirishni boshlayapti-da. Chunki nima uchun? Bolalarda fiksa yo'q, faqatgina komissiyaga ishlaydi. Sotsa pul oladi. Sotsa pul olmaydi. Endi bolalar yosh, qiziqqon va energiyasiga boy sotish uchun harakat qiladi. Kuniga 5 ta 6 ta tur sotib qo'yadi-da. 5 ta 6 ta tur degani bu $500-600 degani. Bu narsani ham tizimlashtirib qo'ydim. Endi yana nimadir qilish kerak. Bu odamlar o'zlari ishlashyapti. Men hozir bunga hozir kirib ham ko'rsataman, ish jarayonini o'zingiz ko'rasiz. Bularga hozir kiradigan bo'lsam, men yana bularga xalaqit beraman. Endi nimadir qilishimiz kerak. Ketdik. Blog ochamiz. Biznesmenlardan taqolan intervyu olamiz. Shunaqa. Taklif sizga. Xo'p, zo'r. Bo'lmasa, bo'limlar bilan tanishib chiqsak bo'ladi. Men qaysi bo'limni sizga tanishtirayman? Ketdik, marketingdan boshlaylik. Keling. Bu yoqda videograflar, mobilograflar o'tirishadi. Bu yoqda to'liq anaqa barcha ijodiy jamoa shu yerda o'tirishadi. Video darslar mana shu xonada yoziladi. Barchasi. Bu yigitimiz ham ishlaydi. Necha yoshsiz? Assalomu alaykum. Oting nima edi? Ha, Saidjon. Nima edi? Yuzi taniyman-ku, lekin o'zini anaqa ismdan eslab qolmaganman-da, shu uchun anaqa. Bu yoqda nima yo'nalishda ishlaysiz? Mobilograf, videograf, kamera tur. Chog'ga turib kelganlar. Hozir SMM videolar olaman. SMMni yuritishga yordam berasizmi yoki yuritasizmi? Profi English department SMMni qilaman. Shu video SMMni ham. Har bitta anaqani fakultetni o'zini SMM ishiga borda. Bular mana shogird bo'lib kelishadi-da, shu bilan keyin bitta departament bularga biriktirib beriladi. Keyin departamentdan keyin kattaroq proyektlarga o'tishi boshlaydi. Shunaqa imkoniyat bor demak. Necha yoshdasiz? 17. Zo'r. Siz? Assalomu alaykum. Ismingiz nima edi aka? Ismim Bahrom. Endi men bu yerga уже professionallik deydimi, tayyor. Tayyor. Bahrom bo'lib kelganman. Qachon? Necha yil? 1 yil bo'ldi. Oldingi yil. Fevralda kelganman. 1 yil bo'ldi. Ishlayapmiz.
qulayliklar, sharoitlar hammasi. Bahrom tayyor bo'lib kelgan. Azizani o'zim tayyorlaganman. Aziza qochib ketyaptilar. Ha. Aziza marketing menejer. Marketing menejer, вот как раз bizga kerak odam. Ha. Nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Bu marketing ishlari, lekin baribir ustozimiz anaqa boshimizda bo'ladilar har doim. Men Ustozingiz kim? Bektosh aka ustozimiz. Men marketingni umuman bilmagan paytda Bektosh akani kurslariga kelganman. O'shanda bizga 10 kunlik kurs davomida marketingni One Page Marketing degan kitob bo'lgan. O'sha kitob bo'yicha bizga o'zbekcha versiyasida marketing kursini o'qib bergandi. O'shandan boshlab hozir profilda ishlayapman. 3,5 yilga yaqinlashib qoldi. Ha, Marketing bo'yicha birinchi ustozim, asosiy ustozim Bektosh aka. Nima, boya aytdim-ku, pulsni ushlab turishimiz kerak edi. Meni ushlab turadigan joyim o'zi marketingda faqat. Ana pulsni ushlab turadigan joyim. Boshqa joyda marketing va moliyada ekan. Ikkita joyda ekan. Marketingni ushlab turish uchun birinchi o'rinda moliyani ushlab tur. O'sha ikkita joyini ushlab turamiz. Qolgan joyiga masalan kimni ishga olasan, kimni ishdan haydaysan, boshqa qilasan, ularga aralasha olmaymiz. Lekin mana ko'p narsani masalan Aziza yoki Nodir ular o'zimizning shogirdlardan chiqqanda va ular ko'proq anaqa umuman kompaniyani falsafasini tushunishadi, nima qilish kerakligini tushunishadi-da. Shundan ketadi. 3,5 yildan beri ishlayapsiz. Profi University deb. Profi University 2022-yil ochilgan desmasam. 2021 sentyabrda kelganman. Biz 3 oydan keyin litsenziya olganmiz. Litsenziya chiqmaganligi ustozimizni rosa aniq tashlaganman, qachon litsenziya chiqadi. Chunki rosa ham anaqa marketingni o'rganganman. O'zlaridan maslahat so'rayman va jarayon boshlanishini juda ham xohlayman-da. Chunki biz amaliyotda bulardan ko'rishimiz kerak o'rgatganlarim. O'shuning uchun rosa anaqa xunaq tashlaganman, qachon litsenziya olamiz. Zo'r. Hozir marketing direktori yo'q ekanlar, uchidan ham olishga harakat qilamiz. 10 mingta talaba o'qiydi dedilar, 10 mingga yaqin yoki 10 mingdan ko'proq. Qaysi kanallar orqali jalb qilasizlar mijozlarni? Asosan target hozirgi kunda. Xo'p, Instagram deylik. Instagram birinchi ochgan paytimizda biz ko'proq Telegram orqali qilganmiz. O'shanda marketing byudjetimiz 30 million so'mda agar gadingizda bo'lsa. Bir anaqa 300 target qo'yilgan edi. O'sha yili biz mart yanvar oyidan boshlagan bo'lsak, aprel oyigacha 3000 ta anaqa talaba yiqqanmiz. Zo'r. Birinchi va ikkinchi kursda uchun. Xo'p, hozir masalan bizani ko'rayotganlar orasida kimdir xususiy universitetda yoki maktabda marketolog bo'lishi mumkin yoki egasi bo'lishi mumkin yoki ochmoqchi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, asosiy bizada mijozlarni Instagram target orqali yig'amiz, Telegram orqali, yana qaysi kanalda? Biz ko'proq o'sha vaqtda konsalting bilan ishlaganmiz. U qisman bo'lgan, birinchi yil uchun bo'lgan. Yo'q, hozir. Hozirgi momentda ko'proq mana shu ikkala narsa radio telekanallarda hozir anaqa beryapmiz. Ya'ni radio TV bu ishonch uchun kerak marketingda. Bizning auditoriyamiz ko'proq TV va mana TVni aytmoqchiman. U ko'proq qabul oyida bo'ladi bizda ko'proq. YouTube hozir masalan proyektlarimiz bor. Hozir endi anaqa. Qanaqa o'lchaysiz har bitta kanalni? Biza saytga o'zimizning profillar saytimiz bor. Telegramga kanallarga reklama berayotgan paytimizda alohida referral link bo'ladi. UTM-ga. Link orqali biz tortib olamiz. Masalan, asosiy ishlaydigan anaqamiz Xushnudbek. Biz Xushnudbekka alohida link berganmiz. U yoqdan chiqadigan har bir mijozni, har bir linkni hisoblay olamiz. Shu orqali. Taxminan necha pul sarflaysizlar marketingga bir oyda? Qabuldan oldin deylik. Mana qabul boshlanishidan 1 oy, 2 oy oldin. Eng razgar paytida. Umumiy yilligini aytsam bo'ladimi? Bo'ladi, zo'r. 8 milliard. Umumiy 8 milliard marketingga sarflaysiz. Bu siz aytganingizdek 5%. Ha, 5% atrofida. Shu 5%dan balki oshadi, balki oshmaydi. Buni ichida masalan 8 milliard ichida bu yana o'sadi-da. Masalan, boyagi biza nima qilib qo'yganmiz? Men boyagida aytganimda talab qo'yaman. Mana 5% pul. Shuni qanaqa qilib ishlatsang ishlat. Keyingi yilga deylik masalan 5000 ta talaba yig'ishimiz kerak. Qanaqa qilib ishlatasan, nima qilib ishlatasan, ana ko'chaga ishlatmasdan yig'sang ham farqi yo'q. Ishlatmasdan yig'sang 5% shu. Kimga beriladi bu? Marketing direktoriga. Marketing komandaga beriladi. Mana buni ichida masalan bonuslari bor, boshqalari bor, ya'ni qanaqadir studiyalarni arendaga olishi, boshqa qilish hamma narsa. Agar masalan hozir 10 mingta talabamiz bo'ladigan bo'lsa, keyingi yil 15 mingta talabamiz bo'ladigan bo'lsa, 5% yana o'zidan o'zi oshadi-da keyingi yilga. 5% da oshmaydi, summada oshadi. Summada oshadi. Tushundingizmi? Zo'r sistema meni tushunishim bo'yicha, chunki masalan marketingga qanchadir budjet ajratadiganlar, har xil kompaniyalar qanaqa qilishadi?
doimiy marketingni tekshirib turishadi. Prям eng ko'p tekshiriladigan bo'lim marketing, chunki marketingda aldash mumkin, marketingda pulini bekorga sarflash mumkin yoki kimdir bilan kelishib adkat olish mumkin. Ya'ni shunaqa narsalar bor. Bu yoqda adkat olish shart emas, adkat qilish yoki o'g'irlash shart emas. Mana pul xohlasang qil, xohlasang bepul qil, xohlasang. Biza marketingda qancha xato qilsak ham Bektosh aka urushmaydilar bizani. Chunki Bektosh aka biznesda yo'qlar. yo'q, biznesda borlar masalan bitta narsada, okey, hozir biznesda baribir har anaqamiz Bektosh aka maslahat bo'ladi. Ya'ni bizga alohida mustaqil qo'yib beradilar, lekin jarayonni kuzatib boradilar. Ya'ni qanaqa yo'l bilan boryapmiz, qanaqa yechim bilan boryapmiz. Birinchi marta kelganimda ishga 1 million so'm marketingga anaqa Telegram kanalga reklama uchun anaqa berganman. U umuman bitta pul topmagan. So'raganman o'zlaridan bo'lsa, qilsam bo'ladimi? Qilavering mustaqilsiz deganlar. Keyin xato qilganimdan keyin kelib tushuntirganlar. O'sha joyda xato qilishingizni bilardim, lekin shuni kutdim. Ya'ni xato qilsangiz dars olasiz, bundan saboq chiqarasiz deganlar. Shu hayotimdagi sabablardan biri. Kelgan paytingizdan buyon daromadingizni hisoblaydigan bo'lsak, necha barobarga oshdi? Mana 3,5 yil oldin hech narsani bilmaysiz, Bektosh akaning kursida o'qidingiz va hozir Aziza hatto student bo'lib kelgan bizga. Student edi. Hozir 5 barobar. Zo'r. Bo'ldi. Keyingi nuqtaga o'tirsak bo'ladi. Ishga qabul qilishni o'rgatishadi, lekin xayrlashishni hech kim o'rgatmaydi. Ya'ni to'g'ri xayrlashish. O'sha uchun masalan ko'pchilik ishdan ketayotganda xuddiki ana boshida aytgan gapimizdek oilasi sifatida qaraydi. Как o'g'il-o'g'lanni tashlab ketayotgandek qarashadi-da. Boyagidayda, ya'ni bola sifatida qaramaslik kerak. Ya'ni jamoa sifatida qarashimiz kerak. Insonlar boshqa joyga borib ishlash huquqiga ega-da. Bu qulmas. Sizga masalan sizga ma'lum bir payt ishladi, unga nimadir yoqmadi, ketdi. Bunaqa holatlar menda juda ham ko'p-da. Ya'ni ketadi, boshqa joyga borib ishlab ko'radi, hatto o'zini ham biznesini qilib ko'radi-da. Bo'lmadi, Bektoshga ham qaytyapman. Okey. Ya'ni bu tomonga ham eshik ochiqda. Inson erkin ishlasa ijodkor bo'ladi-da. O'zingiz o'qimoqchi bo'lgan universitetni qurganmisiz? Juda chiroyli, hamma narsasi bor, laboratoriyalari, birorta narsaga anaqa nima qilmaganmizda. Mana nima ayalmaydi. Birorta narsaga masalan ayab yoki ana yaxshiroq, o'rtacharog'ini yoki mundorog'i ham bo'laveradi deb qilmaymiz-da. Mana masalan menga ham ana boshida aytishdi, mana ko'rib turibsiz, ana endi o'z chiller sistema juda qimmat sistemada. Bu yoqqa hamma joyda chiller sistemada. Studentga chiller sistema nima kerak? Prosta konditsioner qo'yib qo'yaylik, qolgani o'zi bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Ya'ni bu bo'lmaydi-da. Professional tayyorlamoqchimisiz? Professionalga munosib harakat qilishingiz kerak-da. Zo'r, ya'ni har bitta detal asosiy rolni o'ynashi mumkin. O'ynaydi. Ya'ni har bitta detal siz qo'ygan strategiya, siz qo'ygan missiyaga har bitta detal javob berish kerak. Shunaqa, xuddi shunaqa. Agar aks holda bu yoqqa 10 mingta talaba olib kela olmaysizda. Ya'ni o'zi mana turgan joyimiz shahardan tashqaridamiz. Uni ustiga $2000 to'laydi. $2000 to'laydigan talabalar, ya'ni talabada shaharning ichida ham imkoniyat bor bu narsani nima qilishga. Bektosh aka, rahmat kattakon intervyu uchun. Menimcha juda ham qiziq bo'ldi. Xo'p, endi obunachilarimiz orasida tanlov o'tkazamiz. Bizda yangi shunaqa yo'nalish qo'shildi. Xo'p, puldan qiymatliroq nimadir taklif qilishimiz kerak ularga. Izohlarda qaysidir talabni bajargani uchun. Kelinglar, yangi mashg'ulot o'ylab topishsin. Nimadir masalan u pulga bog'liq, qiziqarli, qaysi balki biznes maslahatdir, qanaqadir biznes g'oyasi bordir yoki qilmoqchi bo'lib yurgan yoki shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shunaqa o'ylab topadigan bo'lsa, qiziqarli va pul olib keladigan Bektosh Hatamov uchun vazifa, ish. O'sha odam bilan keling bundoq qilamiz. Ana bitta tushlik tashkil qilamiz. U odam menga biznes bo'yicha xohlagan savollarni beradi, men uni mehmon qilaman va kerakli maslahatlar beraman. Zo'r. Menimcha puldan ko'ra juda ham qiymatli. Zo'r. Demak, qo'yganimizdan keyin bir haftadan keyin g'olibni aniqlaymiz va g'olib bilan tushlikni albatta hisobotini men o'zimning Instagramimda ko'rsataman. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.